Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan aka-ukalar, dehqonchilikka qiziqadigan barcha O'zbekiston xalqi. Xo'p, dehqonchiliklarni boshlab oldik. Bug'doyni o'rniga takroriy ekinga makkajo'xorilarimizni ekib suv qo'yishlarni boshlab oldik. Xo'p, suvlarimiz cheres agat qo'yilyapti. Chunki suv yoz kunda hamma joyda bo'lsa kerak suvcha tanqisroq bo'ladi. Shuning evaziga cheres agat qo'yyapmiz. Iyib chiqqanda to'xtatyapmiz. Urug'larimiz dekalab urug'lardan ekdik. Mana shu bir qatorga qo'sh qator qilib. Ya'ni bitta qatorda ekib ketadi, yana o'sha qatorda iziga qaytib keladi. Shunda hech yo'q orasi bir 4-5 sm ochilib qolish ehtimoli bor. 4-5-10 gacha ochiladi. Hamma joyi ham emas, to'g'ri kelib qolgan joylar, lekin har qalay bir-biridan qochadi. O'shaning evaziga shtugi soni ko'payadi. Flyoslarimiz tonnasini yaxshi beradi. O'tgan yili bu narsani sinovdan o'tkazdik. 80 tonna, 90 tonna masu, 70 tonna, 75 tonna atrofida flyos olindi. Hozircha suvlarimiz endi boshladik. Oldi tomonlarimiz chiqib ulgurdi. Bu tomonlarimiz endi mana qorayib ko'rinishni boshlayapti. Suvlarimiz ham o'ta go'zal holatda, o'ta me'yorda. Hammasi bir tekisda ketyapti. Chiroyli bo'lib. Endi ancha-muncha ichlarida baribir ko'llaydigan joylari bor. Ariqlar yaxshi chiqmay qolgan joylar. Qo'ldan kelgancha eplab qo'yyapmiz suvlarni ham. Bu yoqlarga ham suvlarimiz yaxshi, hozircha yetib kelyapti. Suvlarimizni bu darajada qo'yib, bu darajaga olib kelib olish ham oson emas. Uni bilgan biladi, bilmagan bu oddiy narsa deb qo'yadi. Buni ham o'ziga yarasha mashaqqati bor. Buni ham hamma ham tushib ketib bunchalik darajada qo'ya olmaydi. Qo'yib yurgan odamlar esa doimgidek ish qilgandek bemalol xotirjam kelib suvni tuzab deydimi, shunaqa qilib to'g'irlab ketaveradi. Hozirgi holatimiz shunday bo'lib turibdi. Xudo xolasa 2 kunda makkalarimiz chiqishni boshlasa, shu chiqishidan boshlab tog' o'rib flyos yamalarga bosilgan joygacha xudo xolasa videolarni chiqarib turamiz. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Dehqonchilikni boshlaganlarga hammalaringga omad. 5 kunda yana videolar chiqarishni boshlaymiz.